Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 16 avgustdan boshlab oddiy odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan keskin o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu gap faqat tadbirkorlar, faqat haydovchilar yoki faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu masala bank kartasidan foydalanadigan, kredit olgan, kommunal to'lov qiladigan, jarimasi bor yo'qligini bilmay yurgan, davlat xizmatlariga murojaat qiladigan, bolasi maktabga yoki bog'chaga boradigan deyarli har bir kishiga aloqador. Men sizni qo'rqitish uchun emas, tayyorlash uchun gapiryapman. Chunki ko'pchilik muammo chiqqandan keyin yuguradi. Karta blok bo'lgandan keyin, subsidiya rad etilgandan keyin, nafaqa kechikkandan keyin, jarima 2 barobar bo'lgandan keyin yoki hujjatdagi xatolik sababli ish bitmay qolgandan keyin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki men sizga nima o'zgarayotganini, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini, kimlar vahima qilmasligini va hozirdan qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Oldin ko'p ishlar alohida yurardi. Masalan, odamning bankdagi ma'lumoti bir joyda, soliq yoki qarzdorlik ma'lumoti boshqa joyda, kommunal to'lov tarixi boshqa tizimda, jarimalar boshqa bazada turardi. Odam ko'pincha biror muammo borligini faqat ishga tushganda bilardi. Masalan, kredit olishga borganda sizda qarzdorlik bor deyishardi. Davlat xizmatiga ariza topshirganda ma'lumot mos emas deyishardi. Chetga chiqish, mashina rasmiylashtirish, uy-joy bilan bog'liq hujjat qilish, subsidiya olish yoki ijtimoiy yordamga murojaat qilish paytida kutilmagan to'siqlar chiqardi. Endi esa vaziyat asta-sekin o'zgaryapti. 16 avgustdan boshlab ko'plab tashkilotlar elektron ma'lumotlarga ko'proq tayanadi. Qarzdorliklar, jarimalar, shaxsiy ma'lumotlar va rasmiy hujjatlardagi moslik yanada jiddiy tekshiriladi. Ya'ni keyin to'layman, hech kim bilmaydi. Eski hujjat bilan yuraversam bo'ladi. Bitta harfim noto'g'ri bo'lsa ham o'tib ketadi degan davr sekin-asta tugayapti. Eng katta o'zgarish shunda. Endi odamning moliyaviy intizomi, hujjatlarining to'g'riligi va rasmiy tizimlardagi ma'lumotlari ko'proq ahamiyat kasb etadi. Men bu yerda bitta narsani alohida aytaman. Hamma odamga bir kunda jarima yoziladi, hammaning kartasi bloklanadi yoki hamma xizmatlardan mahrum bo'ladi degan gap noto'g'ri. Lekin tayyorgarliksiz yurgan odamda muammo chiqishi ehtimoli oshadi. Ayniqsa qarzdorligi bor, eski pasport yoki noto'g'ri ma'lumot bilan yurgan, kredit to'lovini kechiktirgan, aliment, jarima, soliq yoki kommunal to'lov bo'yicha qarzi bor fuqarolar albatta o'z holatini tekshirishi kerak. Birinchi navbatda shaxsiy ma'lumotlar masalasi. Ko'p odamlar bunga e'tibor bermaydi. Pasportdagi ism, familiya bir xil, bankdagi ma'lumot bir xil, telefon raqam sizning nomingizda, manzil to'g'ri, tug'ilgan sana aniq bo'lishi kerak. Oddiy ko'ringan bitta xato katta muammo keltirishi mumkin. Masalan, pasportda Abdullayev deb yozilgan. Bank tizimida esa Abdullayev yoki bitta harfi tushib qolgan bo'lsa, ayrim xizmatlar avtomatik tarzda moslikni topmasligi mumkin. Oldin xodim qo'lda tekshirib o'tkazib yuborardi. Endi esa elektron tizim mos kelmasa, ariza to'xtab qolishi mumkin. Hayotiy misol, Farhod aka garib 8 yoshda kichik savdo bilan shug'ullanadi. U bankdan 30 million so'm kredit olmoqchi bo'ladi. Daromadi bor, garovi bor. Lekin ariza ko'rib chiqilganda eski jarima va telefon raqami boshqa odam nomida ekani aniqlanadi. Natijada bank qo'shimcha tekshiruv talab qiladi. Farhod aka men hammasini to'g'ri qilganman deb o'ylagan. Lekin 2020 yildagi 220 ming so'mlik jarima tizimda turib qolgan. Agar u oldindan tekshirganda bir kunda hal bo'ladigan masala sababli kredit 10 kun kechikmasdi. Ikkinchi masala qarzdorliklar. Bu yerda faqat kredit haqida gap ketmayapti. Kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv, chiqindi, soliq, ma'muriy jarima, aliment, sud ijrosi bo'yicha qarzdorliklar ham ahamiyatli. Ayrim odamlar mening nomimda hech narsa yo'q deb o'ylaydi. Lekin uy uning nomida bo'lishi mumkin. Mashina uning nomida bo'lishi mumkin. Telefon raqami uning nomida bo'lishi mumkin. Qarzdorlik kim foydalanganiga emas, ko'pincha kimning nomida rasmiylashtirilganiga qarab chiqadi. Masalan, Dilnoza opa akasiga mashinasini ishonchnoma bilan bergan. Aka bir necha marta qoidabuzarlik qilgan, jarimalar vaqtida to'lanmagan. Keyin Dilnoza opa bankdan mikroqarz olmoqchi bo'lgan edi. Uning nomida to'lanmagan jarimalar borligi chiqadi. U hayron bo'ladi. Men haydamaganman-ku deydi. Lekin tizimda avtomobil egasi sifatida u ko'rinadi. Mana shuning uchun 16 avgustdan keyin bunday masalalarda oldindan tekshirish yanada muhim.
Uchinchi masala bank kartalari va pul o'tkazmalari. Oddiy odamlar uchun eng sezilarli o'zgarish shu bo'lishi mumkin. Banklar va to'lov tizimlari pul harakatlarini yanada diqqat bilan kuzatadi. Bu oddiy pensiya, oylik, stipendiya yoki yaqin qarindoshdan kelgan pulga qarshi choralar degani emas. Lekin har kuni ko'p miqdorda pul kirib chiqsa, karta orqali savdo qilinsa, boshqa odamlar kartasidan foydalanilsa, tushuntirib bo'lmaydigan operatsiyalar ko'paysa, bank qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Masalan, Jamshid ismli yigit onlayn savdo qiladi, lekin faoliyatini rasmiylashtirmagan. Har kuni kartasiga eventa olimta odamdan 30 ming, 40 ming, 1 ming so'mdan pul tushadi. Oy oxirida umumiy aylanma 1 million so'mga yetadi. Bu mening shaxsiy kartam-ku deb o'ylaydi. Lekin bank uchun bu doimiy savdo belgisidir. Ertaga undan bu pullar nima uchun tushyapti? Xizmat yoki tovar bormi? Hujjatingiz bormi deb so'ralishi mumkin. Shuning uchun kimki karta orqali savdo qilayotgan bo'lsa, rasmiy tartibni o'ylashi kerak. Yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish yoki boshqa qonuniy shakllar. 4-masala, ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya. Ko'pchilik oilalar bolalar puli, moddiy yordam, uy-joy subsidiyasi yoki boshqa ijtimoiy ko'makka murojaat qiladi. Oldin ayrim ma'lumotlar qo'lda tekshirilgan bo'lsa, endi elektron bazalar muhim rol o'ynaydi. Oilaning daromadi, nomidagi mol-mulk, avtomobil, bankdagi ayrim ma'lumotlar, rasmiy ish joyi, pensiya yoki boshqa tushumlar tekshirilishi mumkin. Bu yerda xato ma'lumot bersangiz yoki eski holatni yangilamasangiz, ariza rad etilishi ehtimoli bor. Misol uchun, bir oilaning nomida eski Nexia avtomobili bor, lekin u 5 yildan beri ishlamaydi, hovlida turibdi. Oila yordamga muhtoj, lekin tizimda avtomobil mavjud deb ko'rinadi. Yoki xotin ajrashgan, lekin rasmiy hujjatlar yangilanmagan, yoki odam boshqa joyda yashaydi, lekin doimiy ro'yxat eski manzilda. Bunday holatlarda mening ahvolim og'ir degan gap yetarli bo'lmaydi. Hujjat bilan isbot kerak bo'ladi. Men aniq aytaman, birinchi navbatda qarzdorligi bor odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Kredit to'lovi 10 kun, 30 kun yoki 90 kun kechikkan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. 1 million so'mlik qarz vaqtida hal qilinmasa, penya, jarima, sud xarajati va ijro yig'imi bilan ancha kattalashishi mumkin. Bank bilan gaplashishdan qochmang. Ko'p odamlar bank qo'ng'irog'iga javob bermaydi, keyin ish sudga o'tadi. Aslida oldindan restrukturizatsiya qilish, to'lov jadvalini o'zgartirish, kechikish sababini tushuntirish imkoni bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh, hujjatda xatolik borlar. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, shahar, manzil, nikoh holati, farzandlar ma'lumoti, mulk hujjatlari, bularning barchasi tekshirilishi kerak. Ayniqsa chet elga chiqmoqchi bo'lganlar, yangi ishga kirmoqchi bo'lganlar, maktab, bog'cha, oliygoh, nafaqa yoki subsidiya bilan bog'liq ish qilmoqchi bo'lganlar buni kechiktirmasin. 3-guruh, karta orqali savdo qilayotganlar. Agar siz uyda pishiriq sotayotgan bo'lsangiz, kiyim-kechak olib sotayotgan bo'lsangiz, taksi yoki yetkazib berish xizmatidan daromad olayotgan bo'lsangiz, shaxsiy kartaga muntazam pul qabul qilayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni qonuniylashtirish haqida o'ylang. Bu faqat tekshiruvdan qochish uchun emas, o'zingizni himoya qilish uchun ham kerak. Rasmiy faoliyat bo'lsa, mijoz bilan nizo chiqqanda, bank savol berganda, kredit olishda, daromadni isbotlashda qo'lingizda asos bo'ladi. 4-guruh, boshqa odam nomidan foydalanayotganlar. Masalan, telefon raqam otangiz nomida, karta onangiz nomida, mashina ukangiz nomida, uy esa marhum bobongiz nomida qolib ketgan. Bunday holatlar kundalik hayotda oddiydek ko'rinadi, lekin rasmiy jarayonda katta muammo tug'diradi. Ayniqsa meros, oldi-sotdi, subsidiya, kredit, sud yoki davlat xizmatlarida bu masalalar albatta chiqadi. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, kredit va kommunal to'lovlaringiz tartibli bo'lsa, kartangizdan faqat shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalansangiz, jarima va soliq qarzingiz bo'lmasa, siz vahima qilishingiz shart emas. 16 avgustdan keyingi o'zgarishlar siz uchun katta xavf emas, balki tartibning kuchayishi bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa ham tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan odamning o'zi bilmagan qarzdorligi chiqib qoladi. Masalan, eski telefon raqamiga ulangan xizmat, uy nomiga yozilgan chiqindi to'lovi, avvalgi mashinadan qolgan jarima yoki noto'g'ri hisoblangan kommunal qarz bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat, qarz kichkina bo'lsa, ahamiyati yo'q degan fikr xato. 1 ming so'mlik jarima yoki 100 ming so'mlik kommunal qarz ham ayrim jarayonlarda ko'rinishi mumkin. Albatta, har doim ham shu sababli xizmat to'liq to'xtaydi demayman.
Lekin elektron tizimda qizil belgi chiqsa, xodim sizdan avval qarzni yopishni yoki izoh berishni so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, men to'laganman degan gap bilan ish bitmaydi. To'lov cheki, bank ilovasidagi kvitansiya, SMS tasdiq, shaxsiy kabinetdagi holat kerak. Ba'zan to'lov qilingan bo'ladi, lekin tizimga kech tushadi. Ba'zan to'lov noto'g'ri, hisob raqamga ketadi. Ba'zan bir xil familiyali odamlar bo'yicha chalkashlik bo'ladi. Shuning uchun har bir muhim to'lovdan keyin chekni saqlang. Men tavsiya qilaman, telefoningizda to'lovlar degan alohida papka oching, barcha cheklarning skrinshotini saqlang. Uchinchi nozik jihat, boshqa odamning kartasidan foydalanish. Ko'pchilik oilada buni oddiy holat deb biladi. Masalan, xotinning kartasidan foydalanadi, farzand onasining kartasiga pul tushiradi, do'stlar bir-birining kartasiga savdo puli qabul qiladi. Kundalik hayotda bu muammo bo'lmasligi mumkin, lekin katta aylanmalar bo'lsa yoki nizoli vaziyat chiqsa, pul kimniki ekanini isbotlash qiyinlashadi. Ertaga bank yoki boshqa tashkilot savol bersa, karta egasi javobgar bo'lib qoladi. To'rtinchi nozik jihat, manzil va ro'yxat masalasi. Siz Toshkentda yashab, ro'yxatda viloyatda tursangiz, ayrim xizmatlarda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Bolani bog'chaga yoki maktabga joylashtirish, tibbiy xizmat, subsidiya, mahalla orqali yordam, soliq yoki sud xabarnomalari manzilga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar xat eski manzilga borsa va siz bilmay qolsangiz, keyin menga xabar kelmagan deyishingiz qiyin bo'ladi. 5-nozik jihat. Meros va mulk hujjatlari. Ko'p oilalarda uy bobosi yoki otasi nomida qolgan, egasi vafot etgan, lekin meros rasmiylashtirilmagan. Oila yillar davomida shu uyda yashaydi, kommunal to'laydi, ta'mir qiladi, lekin hujjat eskicha. Keyin subsidiya, sotish, garovga qo'yish, ipoteka, ro'yxatga qo'yish yoki kommunal shartnoma yangilashda muammo chiqadi. Shuning uchun mulk kimning nomida, meros ochilganmi, kadastr hujjatlari to'g'rimi, buni tekshirib qo'yish zarur. 6-nozik jihat. Ijtimoiy yordamda daromadni yashirish. Men mutaxassis sifatida ogohlantiraman. Yordam olish uchun noto'g'ri ma'lumot berish xavfli. Bugun tizim bilmasligi mumkin. Ertaga bazalar solishtirilganda chiqib qolishi mumkin. Agar oilada rasmiy daromad bo'lsa, nomida avtomobil yoki boshqa mulk bo'lsa, bank tushumlari yuqori bo'lsa, buni yashirish keyinchalik yordamni qaytarish talabiga yoki boshqa javobgarlikka olib kelishi mumkin. To'g'ri yo'l, real holatni hujjat bilan tushuntirish. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilish muddatini ko'ring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSHR doimiy ro'yxat manzili to'g'riligini solishtiring. Agar nikoh, ajrim, farzand tug'ilishi, familiya o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, barcha hujjatlarda yangilanganmi tekshiring. Kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring yoki my.gov.uz orqali elektron xizmatlardan foydalaning. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Bank kreditlari, mikroqarzlar, muddatli to'lovlar, kommunal xizmatlar, soliq, jarima, aliment yoki sud ijrosi bo'yicha qarz bor yo'qligini bilib oling. Bank ilovalarini oching, kommunal ilovalardan shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Jarimalar bo'yicha rasmiy xizmatlardan foydalaning. Agar qarz chiqsa, darhol vahima qilmang. Avval qarz nimadan paydo bo'lganini aniqlang. Keyin to'lash bo'lib to'lash yoki e'tiroz bildirish yo'lini tanlang. 3-qadam. To'lov cheklarini tartibga keltiring. Oxirgi 6 oy yoki 1 yil ichidagi yirik to'lovlar, kredit yopilganligi, jarima to'langanligi, kommunal qarz yopilganligi bo'yicha hujjatlarni saqlang. Agar bankdan kreditni to'liq yopgan bo'lsangiz, imkon bo'lsa qarzdorlik yo'q degan ma'lumotnoma oling. Chunki ba'zan kredit yopilgan bo'lsa ham tizimda kichik qoldiq yoki komissiya turib qoladi. 4-qadam, kartadan foydalanishni tartibga soling. Agar siz faqat shaxsiy ehtiyoj uchun karta ishlatsangiz, muammo yo'q. Lekin savdo qilsangiz, muntazam tushum bo'lsa, xizmat ko'rsatsangiz, rasmiy maqomingizni aniqlang. O'zini o'zi band qilish mumkinmi? Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish kerakmi? Soliq to'lovi qanday bo'ladi? Buni soliq qo'mitasining rasmiy manbalari yoki davlat xizmatlari markazi orqali bilib oling. Mijozlardan tushgan pullar uchun izoh yozishni odat qiling. Mahsulot uchun, xizmat uchun qarz qaytarildi kabi izohlar keyin tushuntirishda yordam beradi. 5-qadam, telefon raqamingizni o'z nomingizga o'tkazing. Bank ilovalari, davlat xizmatlari, SMS tasdiqlar, elektron imzo, bularning ko'p telefon raqamga bog'langan. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, ertaga tiklash yoki tasdiqlash paytida muammo bo'ladi. Mobil operator ofisiga borib, raqam kimning nomida ekanini tekshiring. Iloji bo'lsa, o'z nomingizga rasmiylashtiring. 6-qadam,
mulk va avtomobil hujjatlarini tekshiring. Uy kimning nomida, kadastr bor yo'qligi, avtomobilga jarima yozilganmi, ishonchnom muddati o'tmaganmi, meros rasmiylashtirilganmi? Bularni aniqlang. Ayniqsa mashinani boshqa odam haydayotgan bo'lsa, jarimalarni muntazam tekshirib boring. Ishonchnoma berilgan bo'lsa ham egasi sifatida sizga savol kelishi mumkinligini unutmang. 7-qadam, agar xato topsangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, kommunal qarz noto'g'ri chiqsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga ariza yozing, hisob-kitobni qayta ko'rib chiqishni so'rang. Jarima noto'g'ri deb hisoblasangiz, belgilangan tartibda e'tiroz bildiring. Bankda noto'g'ri qarzdorlik tursa, bankka rasmiy ariza yuboring. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz. Muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, mening nomimda ko'rsatilgan qarzdorlik bo'yicha hisob-kitobni taqdim etishingizni va xatolik bo'lsa, bazadan tuzatishingizni so'rayman. Ariza nusxasini, qabul qilingan sanani va javobni saqlang. 8-qadam, oilangizdagi keksalar va ota-onalarni ogohlantiring. Ko'p muammolar aynan yoshi katta odamlar nomidagi kartalar, uylar, telefon raqamlar va hujjatlar bilan bog'liq bo'ladi. Pensioni onangizning kartasiga boshqa odamlar pul tushirib yurmasin. Otangiz nomidagi mashinani kim haydayotganini tekshiring. Bobongiz nomidagi uy hujjatini meros tartibida rasmiylashtirish masalasini oilaviy hal qiling. Bu ishlar noqulay ko'rinishi mumkin, lekin ertangi katta nizolarning oldini oladi. 9-qadam, rasmiy manbani tekshirishni odat qiling. Telegramdagi har bir xabar. Tanish bilishning gapi yoki qo'rqinchli sarlavhali videoga darhol ishonmang. Qaysi o'zgarish, qaysi qaror bilan, qaysi tashkilot tomonidan, qaysi sandan kuchga kiryapti, shuni aniqlang. Davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy kol markazi, soliq organlari, kommunal tashkilotlar yoki mahalla orqali ma'lumotni tasdiqlang. Men har doim shuni aytaman. Odamni qo'rqitadigan xabar emas, tekshirilmagan xabar xavfli. Demak, 16 avgustdan boshlab eng muhim narsa tartib, aniqlik va oldindan tayyorgarlik. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsin. Qarzdorliklaringizni tekshiring. Kartadan foydalanishda ehtiyot bo'ling. To'lov cheklarini saqlang. Mulk va manzil ma'lumotlarini yangilang. Kimning ishi joyida bo'lsa vahima qilmaydi. Kimda eski qarz, xato hujjat yoki tushunarsiz pul aylanmasi bo'lsa, hozirdan harakat qilishi kerak. Men sizga mutaxassis sifatida eng muhim maslahatni aytaman. Muammo chiqishini kutmang. Bugun 20 daqiqaga vaqt ajratib tekshirgan narsangiz ertaga sizni 20 kun yugurishdan qutqarishi mumkin. Ayniqsa kredit olmoqchi bo'lsangiz. Subsidiya kutayotgan bo'lsangiz, farzandingiz hujjatni rasmiylashtirayotgan bo'lsangiz yoki kartangiz orqali savdo qilayotgan bo'lsangiz, bu maslahatlar siz uchun juda zarur. Sizda qanday holat bo'lgan? Kutilmagan qarzdorlik chiqqanmi? Karta yoki hujjat sabab muammoga duch kelganmisiz? 16 avgustdan keyingi tartiblar bo'yicha savolingiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim o'zgarishlarni oldindan bilgan odam doim yutadi.